Xuddi shu fasonimizni modellashtirish qanaqaligini mendan so'rashdi. Mana marhamat, sizlarga modellashtirish darsligini tayyorladim. Andazamizni butun qilib olamiz va ko'krak vitishkani relyefni qilib modellashtiramiz. Oldi ochilishini 20 sm qilib belgilab, zapiq fasonimizni vitishkagacha olib boramiz. Vitishkadan pastki tomonga qarab chiziq tortib olamiz va bularni lekala lineyka bilan xuddi videoga ko'rsatilgandek qilib modellashtirib olamiz. Endi esa pastki etak qismimizni bo'ksagacha chizib olamiz. Vitishkalarini kesib, relyefni vitishkamizga ko'chirib olamiz. Proyma pastidagi vitishkani relyefni vitishkaga ko'chirib olamiz. Relyefni vitishkamizni ochiq holatda bo'ladi va modellashtirgan chizig'imizdan kesib olamiz. Xuddi shu modellashtirgan andazamizdan yana bitta qilib zerkalni ko'chirib olamiz boshqa qog'ozga. Keyin ikkinchi etagimiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, ochiq holatda edi. Mana shu ochiq holatini primerni chizib olamiz va pastki qismini modellashtirib olamiz. Bel chizig'idan 6 sm pastga belgilab olamiz va to'g'ri lineykada chizib olamiz birinchi. Undan keyin lekala lineykada modellashtiramiz. Qizlar, e'tibor beringlar, ikki yon chiziq balandligi bir xilda bo'lsin. Andazamizni matoda qo'yib bichganimizda ikki yoniga, bo'ksasiga, ya'ni 2 sm dan ortiqcha kenglik berib bichganman. Endi vitishkamizni ikki yondan chiqarib yuboramiz. Bo'lmasa keng bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, qizlarjonlar, mana tezgina sizlarga modellashtirishni ko'rsatdim. Agar siz ham modellashtirishga, andazani o'rganishga qiziqsangiz, sizni offline kursimga taklif qilaman. Bu video darsligimizni imkon qadar tikuvchi yaqinlaringizga tarqating toki safimiz kengaysin.